Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousi efirda. Firibgarlar nomimdan soxta akkaunt ochib 5000 fuqaroni aldadi. Bugun shu haqda gaplashamiz. Biz boshladik. Bugungi kunda hayotimizda ijtimoiy tarmoqlarsiz, internetsiz tasavvur qila olmaymiz. Uni foydali jihatlari bilan birga bizga zarar keltirayotgan holatlari ham bisyor. Masalan, tezroq boylik orttirish, soxta do'stlarga ega bo'lish yoki bitta klik orqali haqiqiy muhabbatingizni topish. Afsuski, bularni ortida doim ham haqiqat turavermaydi, balki firibgarlarni uchratishingiz mumkin. Xo'sh, sun'iy intellekt haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi kunda ko'plab sohalarga sun'iy intellekt kirib boryapti. Sun'iy intellekt bizga katta imkoniyatlar eshigini ochish bilan birgalikda u insonlarni aldashda ham xizmat qilyapti. Ya'ni sun'iy intellekt yaxshi insonni qo'liga tushsa foyda keltiryapti, firibgarni qo'liga tushsa esa fuqarolarga zarar yetkazyapti. Xo'sh, bugun o'zimizni deepfake'lardan yoki bo'lmasam sun'iy intellektni zararda, axborot texnologiyalaridagi kiber jinoyatlardan qanday qilib himoya qilishimiz lozim? Keling, dasturimizni boshlashdan avval barchangizning e'tiboringizni monitorga qaratamiz. U yerda deepfake nima degan savolga javob topamiz. Marhamat. Shu paytgacha firibgarlar asosan telefon qo'ng'iroqlari orqali o'zlarini ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati va markaziy bank xodimi deb tanishtirib, sodda fuqarolarni aldab, ularning bank kartalaridan millionlarni o'marayotgan edi. O'zbekiston hukumatı bu kabi muammolarning oldini olish bo'yicha choralar ko'ryapti. Albatta, mavzuni ochishda ushbu lavha barchamizga ko'mak beradi. Qolaversa, tomoshabinlar bugun diqqat bilan ko'rsatuvimizni ko'ring. Kelajakda firibgarlarga aldanib qolmasligingiz uchun albatta bu dasturni o'tkazib yubormasligingiz lozim. Sun'iy intellektni rivojlanib ketishi haqiqatdan ham haqiqat bilan umuman onlayn bir firibgarlikni farqiga borishga juda ham qiyin bir sharoit yaratyapti. Bugun sun'iy intellekt yordamida nafaqat ovoz, tashqi ko'rinish ham bemalol o'zgartirish imkoniyatiga ega. Albatta, bugun bu haqda gaplashamiz. Mavzudan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash kerakki, studiyamizga mehmon taklif qilamiz. Ular O'zbekistondagi eng mashhur trader Ilhomjon Ibrohimov. Ular ham aynan firibgarlar tuzog'iga tushgan fuqarolarimizdan. Keling, hammasini o'zlaridan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. O'zingiz haqingizda, faoliyatingiz haqida qisqacha bizga ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Asl ismim Ilhomjon Ibrohimov. 2018-yildan beri birja sohasida faoliyat olib boraman va 2022-yildan buyon aynan ijtimoiy tarmoqlarda moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'z bilim va ko'nikmalarimni bo'lishib boraman. Afsuski, ommaviy axborot vositalarida va ijtimoiy tarmoqlarda qanchalik taniqli bo'lganimiz sari bundan firibgarlar foydalanib, meni yuzimdan, videolarimdan va suratlarimdan foydalangan holatda aholini ma'lum bir summa evaziga pullarni ko'paytirib berish uchun aldab kelishmoqda. Rahmat ma'lumotlar uchun. Qayerdan bildingiz aynan sizning nomingizdan soxta akkaunt ochib firibgarlar aholini aldayotganini? Birinchi o'rinda shaxsan o'zimga ichki ishlardan qo'ng'iroq bo'ldi. Ya'ni sen trader ekansan, sen rostdan ham odamlarning pulini aylantirib berasanmi degan murojaat bilan qo'ng'iroq qilishdi va shundan so'ng men ularga hech kimni pulni aylantirib bermasligimni yoki bu sohada yaxshi ishlagan odam boshqalarni kichkina summa evaziga pullarni ko'paytirib bermasligini tushuntirib o'tdim va kundan kunga ushbu murojaatlar ko'paya boshladi, chunki aynan meni nomimdan aldanganlar soni kundan kunga ortdi. Va shu bilan birgalikda shaxsan o'zimni halovatim ham buzildi. Sababi boshqa ishlardan chalg'igan holatda aynan ularga qo'shimcha tushunchalar berish uchun o'z vaqtimni sarfladim. Va aynan trader ushbu bozorda rostdan ham boshqalarning pulini ko'paytirib berishi uchun u hedge fondga asos solgan bo'lishi kerak. Hedge fond bu o'zi nima degani? Ya'ni investorlar pulni asosan moliyaviy yo'nalishlarda aylantirib berib, ularga daromad olib keladigan fond turi bu hedge fond sanaladi. Va afsuski, firibgarlar bundan ham foydalangan holatda meni nomimdan har xil turdagi soxta litsenziyalar, sertifikatlar yaratishdi va ularni aynan aholining ishonchiga kirgan holatda yuborishdi. Misol uchun 300 ming so'm pulingni sarmoya qilasan, yutuq chiqadi senga 1,5 million qilib qaytarib olasan deydi. Bu vaqt o'rtacha 10 daqiqadan 15 daqiqagacha cho'zilishi mumkin. Kimdirdan qarz olib tursang ham 15 daqiqadan keyin o'sha pulingni ham qaytarib berasan va o'zing ham daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lasan deyshadi.
va shu bilan aynan ko'pchilikning ishonchiga kirishadi. Aynan yutuq chiqqandan so'ng esa shu narsadan to'xtalib qolmasdan, aynan yutuqni sizning kartangizga o'tkazib yuborish uchun ular komissiya to'lash kerakligini aytishadi. Va ushbu komissiya qancha to'laganingiz sari tobora ortib boradi va oxiri o'sha odamda umuman pul qolmagandan keyin u odam firibgarga tushuntirishga o'tadi. Ya'ni meni pulim qolmadi, bo'ldi, boshqa to'lolmayman degandan keyin ular firibgarlarning yana bitta tuzog'iga tushadi. Ya'ni agar sen hozir ushbu komissiyani to'lamaydigan bo'lsang, seni uyingga ichki ishlardan borishi mumkin yoki bank vakillari borishi mumkin va kerak bo'lsa nomingga kredit rasmiylashtirib, sendan uni undirib olamiz deyshadi. Va unga ham ko'nmagandan keyin ular oxiri har xil turdagi o'sha diniy bosimlarga o'tishadi. Ya'ni men senga qasam ichaman, Allohning o'rtaga qo'shaman, ushbu pullaring hammasi ishonchli joyda turibdi, shundoq komissiyani to'laysan, biz senga tushirib beramiz deyshadi. Oxirgi paytlar shunday holatlar bo'ldiki, hattoki o'sha Qur'onni ham, muqaddas kitobni ushlaganini ko'rsatib, Qur'on haqqi qasam ichaman, agarda komissiyani to'laydigan bo'lsang, barcha yutug'ingni olasan deyshadi. Va albatta sodda xalqimiz bu narsalarga ishongan holatda ularga yana pul tashib berishadi va aldanishadi. Juda ham katta muammoga kirib qolibsiz. Ya'ni sizni nomingizni to'g'ridan to'g'ri sotishyapti firibgarlar. Bunga barham berildimi yoki hali hamon siz nomingizdan soxta akkauntlar ochib, aholini aldashda davom etishyaptimi firibgarlar? Ochig'ini aytadigan bo'lsak, bu muammolarga qisqacha barham topdik. Ya'ni bir nechtasini tutishdi, lekin bunday turdagi firibgar insonlar juda ham ko'p. U kerak bo'lsa har birimizni oramizda bo'lishi ham mumkin. Eng asosiy narsa bu birinchi o'rinda trading deganda odamlar oson pul topmasligini tushunish kerak. 300 ming so'm, 500 ming so'm bo'lsa, siz jahon bozoriga chiqayotganingizni inobatga olgan holatda bu summa hech narsa emasligini anglashimiz lozim. Bu sohada hech qanday vakil kichkina puldan katta daromad qilmasligini tushunishimiz lozim. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Demak, bugun ko'rsatuvimiz axborot texnologiyalarini, IT sohasini yaxshi bilishimizdan tashqari moliyaviy savodxonlikni ham yaxshi bilish orqali biz o'zimizni cho'ntagimizni ehtiyot qilishimiz lozim ekan. Ekspertlarimizga murojaat qilaman. Mehmonimizni muammolari singari bugun muammolar ko'p. Ya'ni mashhur san'atkorlar nomidan ham akkaunt ochib, ular nomidan nimalardir va'da berishyapti, deputatlar nomidan hattoki mana shu soxta akkauntlar ochishyapti. Ularni nutqini o'zgartirib yuborishyapti. Xo'sh, mana shunday muammolarga bugungi kunda qanday barham berilyapti? Qanday yechim topilyapti? Darhaqiqat hozirgi kunda aynan Ilhomjonni o'sha yuz tuzilishidan, ya'ni ularni rasmlaridan, videolaridan foydalanib firibgarlar bugungi kunda deepfake ilovalar, ya'ni sun'iy intellekt yordamida turli xil Abdulloh Halol Invest yoki Abdulloh Trading degan turli xil Telegram kanallari yoki shu guruhlarni ochib, firibgarlik faoliyati bilan shug'ullanish holatlari aniqlanib kelinmoqda bizda. Fuqarolar tomonidan ham murojaatlar kelib tushadi, ya'ni boya aytib o'tganlaridek sxema har doim bir xil bo'ladi, ya'ni pul ma'lum bir mablag' evaziga pulingizni ko'paytirib beramiz deydi va o'sha fuqaro o'zi uchinchi bir shaxslarga tegishli bo'lgan drop kartalarni tashlab o'sha pulni tushirib olishadi. Tushirib olgandan keyin puling ko'payyapti, komissiya to'lashing kerak va hokazo bahonalarni qilib, yana fuqaroni ishonchiga kirib, yanada unga ko'proq moddiy zarar yetkazish holatlari uchramoqda. Va bu bo'yicha arizalarni bo'yicha tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda, jinoyat ishlari qo'zg'atilmoqda va qolaversa o'sha aynan bularni nomidan fuqaro, ya'ni firibgar Telegram kanal ochgan bo'lsa, u aniqlanib javobgarlikka tortish masalasi hozirgi kunda ko'rib chiqilmoqda. Ya'ni o'sha Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi G bandi va qolaversa hozirgi kunda bizda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 202-moddasida aynan fuqaroni yuz tuzilishidan, rasmidan foydalanib ijtimoiy tarmoqda kanal ochib yoki guruh yuritadigan bo'lsa, ana shu moddalar bilan javobgarlikka tortilyapti va jinoyat agar mana shu 202-moddadagi belgilangan javobgarlik 1 yil mobaynida takroran sodir etilsa, bu narsa o'sha Jinoyat kodeksining 244-6-moddasiga ko'ra javobgarlikka sabab bo'lmoqda. U qanday javobgarlik bo'ladi? Qanday jazo oladi? Avvalambor o'sha 202-moddaga ko'ra bazaviy hisoblashning 50 baravari
miqdorida jarima belgilangan. Agarda mana shu ularni yaratgan narsasi jamoat xavfsizligiga tahdid soladigan bo'lsa, bu shu 50 barobardan 100 barobargacha bazaviy hisoblash miqdorida jarima solishga 244-modda prim 6-siga ko'ra ham 168 3-qismi G bandi qo'shilganda 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishiga olib kelishi mumkin. Oqibatlari, salbiy oqibatlari. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. O'zbekistonda ham kiberjinoyatlar soni dunyoda ortib boryapti, lekin O'zbekistonda ham ortib boryapti. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda oxirgi 5 yilda kiberjinoyatlar soni 68 baravarga oshgan. Birgina o'tgan yilda poytaxtda kiberjinoyatlar soni 16 mingdan oshib, fuqarolarni qariyb 2 trillion so'm moddiy zarar ko'rishiga sababchi bo'lgan va bu zararni qaytaryaptimi o'sha firibgarlar yoki bo'lmasam davlat qoplab beryaptimi? Chunki kichkina summa haqida gap ketmayapti. Ba'zilar uchun 1 million ham juda katta summa, ba'zilar uchun 4 million, 400 millionlab pullarni firibgarlarga oldirib qo'yayotgan fuqarolar haqida ham eshitganmiz. Mana shu summalar qaytarilyaptimi? Marhamat. Axborot texnologiya sohasida kiberjinoyatlar ya'ni ko'payib bormoqda. Axborot texnologiya sohasi qancha rivojlangan sari firibgarlar ham bundan mustasno ravishda o'zini rivojlantirib boryapti. Fuqarolarimiz ogohligiga chaqirardikki, o'sha siz aytgandek sun'iy intellekt orqali mashhur shaxslar, taniqli fuqarolarimiz, san'atkorlarimizdan yuzini qiyofasidan foydalangan holatda halol invest, ya'ni pul ko'paytirish yoki halol daromad orqali pul ko'paytirib beramiz degan mazmunda SMS xabarlari internetda tarqalmoqda. Bu bo'yicha hozirgi paytda oldini olish bo'yicha fuqarolarimizga kiber madaniyatini, ya'ni o'zida shakllantirishni tavsiya berib, bu bo'yicha targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Sun'iy intellekt orqali fuqarolarimizda o'sha uchrab turgan, ya'ni yuz qiyofasidan fuqarolarimizni aldash holatlari juda ham ko'payib ketganligi sababli murojaat kelib tushgan. Ilhom akamga ham xuddi shu murojaat kelib tushganda o'zini mablag'ini, ya'ni professor domla o'z mablag'larini, hamma pul mablag'ini aytganlaridek o'sha soxta profilga pul o'tkazib bergan plastik karta orqali va keyingi etapda nima so'raganki, o'sha pul mablag'i qolmaganligini ma'lum qilganlaridan keyin kredit olib to'lash mumkin-ku degan mazmunda xabar yozgandan keyin o'sha aytdiligi 15 ming daqiqa davomida yana qaytarib berishi mumkin deganlaridan keyin nomlariga yana kredit olib o'sha pulni ham firibgar qo'liga o'tkazib berishgan holat juda ham ko'p uchrab turibdi. Bu xalqimizni juda soddaligidan dalolat beradimi yoki moliyaviy savodxonlikni yetishmasligidanmi? Bu ya'ni qanaqa bo'ladiki, firibgar qo'ng'iroq qilganda yoki SMS orqali gaplashganda fuqaromizni ruhan sindirib qo'yadi, ya'ni ishonchiga kirib oladi. Ishonchiga kirish uchun ular salkam psixolog ekanda, qo'ng'iroq qilgan odamlar. To'g'ri aytasiz, psixolog yo'nalishda ham kuchli tayyorlangan bo'ladi. So'z orqali, ya'ni ishontirib qo'yadi. O'sha Telegram orqali o'ziga tegishli bo'lmagan pasportlarni yoki hujjatlarni ma'lum maqsadda tashlab berishadi fuqarolarga. Sizni tushundim. Hozir Ilhomjon Ibrohimov haqida biz gaplashdik. Bularni akkauntlaridan foydalanib, ya'ni o'zlari fake akkaunt yaratib, soxta akkaunt yaratib, ko'plab aholini chuv tushirgan. Aytmoqchi bo'lganim, bugun ko'pchilik o'zini tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida shaxsiy brendini rivojlantiradi. Bu oson emas, ya'ni bu xalqni ishonchiga kirish orqali odam o'sha insonga ishonib, o'sha inson mahsulotini sotib oladi yoki o'sha insonning kursini sotib oladi. Demak, sizni shaxsiy brendingizga ham putur yetgan, to'g'rimi? Shu orada qaysidir ma'noda daromadingiz pasayganini sezdingizmi? Ya'ni ishonch kamayganini sizga nisbatan. Ular orada o'sha oxirgi 1 yilda juda ham kuchayib ketishdi, chunki ular asosan Telegram kanallar orqali faoliyat yuritishadi yoki har xil kinobotligi odam ulanganda aynan o'sha soxta akkauntlarga ham ulanish majburiy deb hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda aynan Instagram tarmog'i orqali ular target reklama yoqishadi. Ya'ni o'sha deepfake videolarni, rasmlarni yasab, oson pul, shu bilan birgalikda halol daromad nomli har xil turdagi videolarga reklama berishadi. Va o'rtacha ularni tekshirganimizda ular aynan reklamani o'ziga juda ham yaxshi summalardan sarflashar ekan. Va afsuski ularni bloklaganimiz bilan ular yana boshqa reklama akkauntlarini ochib aynan ulardan foydalanishadi. Va oxirgi 1 yil ichida aynan xalq men haqimda fikri ikkiga bo'lindi. Birinchi turdagi odamlar bu aynan meni oldindan taniydigan insonlar, ya'ni Ilhomjon Ibrohimov deb bilishadi, menga ishonishadi va ikkinchi turdagi odamlar bu aynan meni o'sha soxta akkauntlarim orqali tanigan odamlar. Va ularning birinchi o'rinda fikri
voy bu firibgar ekanu, bu aldoqchi ekanu deb har xil o'sha kerak bo'lsa ijtimoiy tarmoqlar orqali ham, kerak bo'lsa ko'chada ketayotganimda ham bir marta hattoki "Sen meni pulimni aldab olib qo'ygansan, qachon pulimni berasan" degan har xil turdagi nizolarga ham uchradim. To'g'risi bu soxta akkauntlar nafaqat o'z shaxsiy ish faoliyatimda, balki hayotimda ham katta ta'sir o'tkazishdi. Kattalar aytganda, ko'z hech qachon aldashni bilmaydi deb. Mana shunday turdagi oson pul topish haqidagi reklamalarni ko'rganimizda, ularning birinchi tuzog'i bu aynan ushbu sohani yoki ushbu ishni kichkina summalardan boshlash bo'ladi. Ya'ni bu summalar 300 ming so'mdan 500 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Nima uchun? Sababi aynan oddiy aholi ushbu summalarni kimdirdan olib turgani qiyinchilik tug'dirmaydi. Va shuning uchun ham o'sha paytda inson o'ziga savol berishi kerak. Nima uchun bu odam mendan o'sha 300 ming so'm pulni so'rayapti? Bu o'rtoqdan olib tursa ham bo'lardi yoki qarindoshlaridan ham olib tursa bo'lardi-yu. Nima uchun aynan mendan so'rayapti? Nima uchun menga yordam bermoqchi degan savollarni bersa, aynan ushbu savollarning javobiga muhokama qilsa, mushohada qilsa, albatta o'zi javob topadi va bunday turdagi firibgarlarga aldanmaydi.